Mobil ilovamizning nomi Ayimedora. Dori, ora esa lotinchadan g'amxo'rlik ma'nosini beradi. Bugun hayotimizning har bir jabhasida sun'iy intellekt faol ravishda kirib bormoqda va eng asosiysi bu rag'batlantirilayotganligini ham kuzatishimiz mumkin. Ayni paytda biz sizlarni tanishtirmoqchi bo'lgan loyiha aynan tibbiyot yo'nalishi talabalari tomonidan tashabbusi bilan yaratilgan va Ayimedora loyihasi bu nafaqat bemorlar uchun, balki shifokorlar uchun ham katta yordam berishi shubhasiz. Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalarga ko'ra sun'iy intellekt asosida yaratilayotgan dasturiy mahsulotlar va ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmi 1,5 milliard AQSh dollariga yetkazish rejalashtirilgan. Dorilarni o'z vaqtida ichmaslik davolash samaradorligiga juda kuchli salbiy ta'sir qilar edi. Tibbiyot yo'nalishidagi Ayimedora bu kabi muammolarga ijobiy samara berishi kutilmoqda. Hozir insonlarda eng ko'p yetishmayotgan narsa vaqt masalasi, chunki zamon globallashuv davrida har bir inson nima bilandir band. Ayimedora mana shu muammoni hal qilish yaratilgan mobil ilova. Tibbiyotda dorilar yoziladi, bemorlarni davolash maqsadi, lekin dorilarni o'z vaqtida ichish masalasi eng dolzarb masala bo'lib qoladi. Ya'ni davolash samaradorligining 70% mana shu dorilarni xato ichish orqali tushib ketiladi. Mana shu mobil ilovamiz esa dorilarni o'z vaqtida ichishini va davolash samaradorligini 100% ko'tarib beriladi. O'zimiz ham turli kasalliklar bilan kasallanamiz, dori ichish esimizdan chiqib ketadi yoki 1 soat u yoqli erta ichib qo'yamiz yoki juda ham kech ichib qo'yamiz, bu samaradorlikni pasayishiga sabab bo'ladi. Bu ilovamiz orqali retsept skaner qilinadi, avtomatik tarzda bizga xuddi ogohlantiruvchi eslatma yordami sifatida musiqa chalib, darini ichishimiz kerakligini, qanday holatda ichishimiz kerakligini aniq qilib eslatib beradi. Bunda inson omili ishtirok etmaydi, chunki bunda sun'iy intellekt asosiy tahlil qilib beradi. Avtomatlashgan tarzda hisoblanadi. Inson o'zini bo'y va vazn ko'rsatkichlarini kirgizadigan bo'lsa, tana indeksining holatini, a'lomi, qoni qarlimi, qoni qarz holatdaligini va unga qanchalik dori miqdori kerak ekanligini aniq qilib belgilab beradi. Birgina elektron retseptni skaner qilish orqali shifokorga ham, bemorga ham foydali ma'lumotlarni olish imkoniyati yaratiladi. Agarda retseptda temir preparatlari va kalsiy preparatlari birgalikda berilgan bo'lsa, bizning ilova ikki dori vositasini birgalikda qabul qilinishini oldini oladi. Buning asosiy sababi ikkita temir va kalsiy og'ir metallari organizmga tushganda o'tkir zaharlanish holatlarini ba'zi bemorlarda uchratishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu holatni oldini olishimizda mobil ilovamiz sizga katta ko'makchi bo'lib xizmat qiladi. Mobil ilovamizda alohida audioterapiya bo'limi mavjud. Sog'ligingiz uchun tibbiy hamyon mavjud. Hamyondagi mablag'larni siz tibbiy holatlar uchun ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Elektron retseptda ko'rsatilgan dori vositalarini ham sizga yaqin joylashgan dorixonalarda mavjud ekanligini mobil ilova sizga ko'rsatib beradi. Dorilarni to'g'ri va o'z vaqtida ichish orqali iqtisod qilinadigan pulni aniq raqamlarda o'lchab bo'lmaydi. Sababi bu dorining turi, davolash muddati va kasallik og'irligiga bog'liq. Lekin tibbiyot amaliyotida aniqlangan bir necha real iqtisodiy foydalar bor. Tibbiy ma'lumotlarga ko'ra, dorilarni tartibli ichish orqali bemor umumiy davolanish xarajatlarining 40-60% gacha tejamkorlikka erishish mumkin. Bu Ayimedora ilovasi pediatrlarga ham juda katta foydasi tegadi, chunki bu ilova orqali dorilarning miqdorini aniq belgilab olish mumkin va onalarga ham bu juda katta asqotadi. Onalar bu ilova orqali davo choralarini yanada yaxshiroq natijalarga olib chiqishi mumkin. Tibbiyot yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarga mashg'ulotlar amaliy tarzda olib borilmoqda. Bu esa o'z navbatida amaliy loyihalar sun'iy intellekt inson salomatligini muhofaza qilishda qo'llanilayotganligi bilan ahamiyatlidir. Bu ilovada musiqa terapiya bo'limining mavjudligi hisoblanadi. Chunki mening o'zim ham musiqa eshitishni yaxshi ko'raman va uni organizmga qanday ta'sir qilishini, mexanizmlarini yaxshi tushunganman va bundan juda xursand bo'ldim. Sababi musiqa inson organizmidagi stressni tushirishga yordam beradigan eng katta omillardan birisi hisoblanadi. Yana bir jihat, bugungi kunda vitamin va minerallarni shifokor tavsiyasisiz qabul qilayotganlar ham yo'q emas. Lekin asalni ham o'zi shirin deganlaridek dorilar o'z vaqtida va kerakli miqdorda foydalanilsa, bu salomatlik uchun koni foyda. Foydalanuvchilar birgina tana indeksini kiritish orqali qancha miqdorda qanday turdagi vitaminlarni qabul qilishgacha bo'lgan tavsiyalarga ham ega bo'lishadi. Bu
mobil ilovamiz shifokorga ko'mak berib, mana shu dorilarning necha yoshdan ichish kerakligini va aynan qancha miqdorda ichish kerakligini, bu tana vazni uchun qancha miqdorda kerak ekanligini aniq hisob-kitob qilib beradi. Va tana indeksini ham shifokor bemorning bo'yini, uni og'irligini hisob-kitob qilib, turli arifmetik amallar bajarishga shart emas. Shunchaki sun'iy ong o'zi avtomatlashgan tarzda chiqarib beradi. Bu shifokorning vaqtini tejashga ham yordam beradi. Bu nafaqat inson salomatligini saqlashga xizmat qiladigan mobil ilova, balki iqtisodiy jihatlari ham mavjud bo'ladi. Loyiha tajriba sinov jarayonida takomillashtirilmoqda. Dastur ishga tushirilgandan so'ng har bir fuqaroning sog'lig'iga g'amxo'rlik qiluvchi ilovalardan biriga aylanishiga ishonamiz.